Hozirgi kunda juda ko'p onajonlarimizda muammo hisoblangan yo'talga davo topamiz. Yo'tal allergik holatda bo'lsin yoki ko'ko'talni yo'tali bo'lsin yoki qanaqadir bronx kasalliklari tufayli yuzaga keladigan yo'talni oddiy usulda uy sharoitida davolaymiz. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi qatiq, qaynagan issiq suv hamda qoshiq tisa. Asosan suvimiz qaynagan holatda bo'lgani yaxshiroq yoki bo'lmasam o'sha gazni ustiga qaynatib turgan holatida qatiqni qo'shadigan bo'lsak ham juda ham zo'r natija beradi. Bu ham tabiiy antibiotik hisoblanadi. 7 qoshiqcha bo'lgan miqdorida qatiq solamiz 1 stakan suvga. Aralashtiramiz. Issiqligi bo'yicha, ya'ni muzdek qatiqni issiq suvga solganimizda o'sha iliqlashgan holatga yuzaga keladi. Bir kunda 3-4 mahal bu tabiiy antibiotikni bolajonlarimizga beradigan bo'lsak, har xil virus, bakteriya, infeksiyalardan organizmni tozalaydi. Boshqa farzandlaringizni shu kasallikdan himoya qilish maqsadida mana shu tabiiy antibiotikni ichirishingizni tavsiya qilaman.